Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi obyektimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa ishimizni ko'rib kuzatib borasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Samarqanddagi obyektimiz Kurgovoy aylanasidan tushyapti. Bu yerdan chiqib bu yoqdan plashatkalari bundoq bo'lib bu yoqdan tushib keladi. Monolitlarimiz bir-biriga ulanadi. İşimizi ko'rib bahosini berasizlar, xudo xolasa. Hop. Bu yerda zinasi 1 metr bo'lgan. Bu yerga yo'laqlari torib qolgan hisobiga bu yerda zina chiqadi, yo'laq bo'ladi. Bu ikkita eshikka kirib ketaveradi. Bu zinamiz bu yoqqa qarab chiqiladi. Hozir biz bu ustunlarni kesib tashab, boshidan arkalarni qilib boshqacha zina qilib beradigan bo'lib turibmiz. Bu panellarni olib tashab, xudo xolasa idealni qilib, tagini tekis holatda qilib chiqarib beradigan bo'lib turibmiz. Kim Samarqandda, nafaqat Samarqand, O'zbekiston bo'ylab xizmatlaringiz bo'lsa, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitkazib beraveramiz. Shu aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli ishni, chotki holatda idealni qilib chiqarib beramiz. Karkaslarni ko'rsatamiz buni, karkaslari вообще мощный bo'lgan. Graduslarga baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Har bitta armatura 10 cm dan kirgan, oralig'i 15 cm bo'lgan. Tepadan ko'rinishi.